Bolalarning pok nigohi kattalarga ham yaxshilikni o'rgatadi. Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyatining ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy hayotiga oid yangiliklar bilan Zamin informatsion dasturi. Studiyada Shohsinam Bisembayeva. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan reportaj va lavhalarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Islohotlar amalda. Talbalar mana tarmoqlar yangilashdi. Ancha yaxshi bo'ldi. Tarbiyasiz tarbiyachilar. Shu bolalardan qasd olish masalalari, shunaqa zo'ravonlik holatlari kelib chiqadi deb O'z ishining ustalari aniqlanmoqda. Faol ijtimoiy xodim ko'rik tanlovi mana 3-yil bu yil. Iqtidor va ilhom natijasi. Ajoyib favvora uchun poklardan, dekorativ gullardan, keramzit toshlardan. Endi shu va boshqa lavhalarning to'liq tafsilotlariga o'tamiz. Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida aholini barqaror va sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlarda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Elektr tarmoqlari yangilanib, eskirgan qurilmalar zamonaviylarga almashtirilmoqda. Bu esa aholi turmush farovonligini yanada yaxshilash yo'lidagi sa'y-harakatlardir. Dastlabki lavhamiz shu haqida. Namangan viloyatining barcha hududlarida elektr energiyasi barqarorligini ta'minlash hamda iste'molchilarga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Namangan hududiy filiali tomonidan rejali ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2026-yil davomida 969 ta transformator punktlari hamda 2600 km masofadagi elektr uzatish tarmoqlari mukammal ta'mirlanishi rejalashtirilgan. Ayni kunlarda To'raqo'rg'on tumanidagi mahallalarda ishlar qizg'in. To'raqo'rg'on elektr ta'minotida 2026-yilga 60 ta transformator punkti, 180 km 0.410 kV havo tarmoqlari mukammal ta'mirlash rejasiga kiritilgan. Hozirda mukammal ta'mirlash ishlari to'liq amalga oshirilyapti. Hozir 15-transformator punktini 537 quvvati 250 kV bo'lgan transformator punktini mukammal ta'mirlashlari olib borilyapti. Bu To'raqo'rg'on tumanida Cho'zko'prik mahallasida 200 ga yaqin iste'molchini elektr ta'minoti bilan ta'minlaydi. Yillar davomida jismonan eskirgan, zo'riqish bilan ishlayotgan transformatorlar, yuklamani ko'tara olmay avariya holatlarini keltirib chiqarayotgan tarmoqlar yangilandi. Bundan esa mahalla aholisi xursand. Cho'zko'prik mahallasida istiqomat qilaman, ancha yillardan bos. Elektroseti xodimlari, shu talbalar mana tarmoqlar yangilashdi. Ancha yaxshi bo'ldi, o'zgarishlar yaxshi bo'ldi. Mana bu yil yana transformatorlar remont qilinyapti. Biz bundan xursandmiz. Hududlarda elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish va ularni soz holatda saqlash bo'yicha ishlar bosqichma-bosqich davom ettirilmoqda. Rejaga asosan Mingbuloq tumanida ham umumiy 58 ta transformator punkti, 188 km havo uzatish tarmoqlari mukammal ta'mirlanishi kerak. Mehnatobod mahallasidagi quvvati 258 kV bo'lgan 317-sonli transformator punktiga ham yangitdan hayot baxsh etilmoqda. Mukammal ta'minlashdan asosiy maqsadimiz avvalo elektr energiyani yo'qolishini oldini olish. Fazalararo yukini teng bo'lib, hammasini joy-joyiga qo'yish kerak. Eskirgan avtomatlar bo'lsa almashtirish, kommutatsiya apparatlarni bir qator ko'zdan kechirish, qizigan kabellar bo'lsa almashtirish ishlarini bajarish kerak. Olib borilayotgan amaliy ishlar natijasida elektr tarmoqlarining ishonchli ishlashi ta'minlanib, avariya holatlarining oldi olindi. Iste'molchilar esa uzluksiz elektr energiyasiga ega bo'ldilar. Biz mana shu yerga ko'chib kelganimizdan bir mahallamizda hatto liniyalar tortish, sarbal o'rnatish, bu narsalar juda muammo bo'lgan. Mana bundan keyin biz ko'p marta murojaat qildik. Rahmat, tuman elektr tarmoqlari, viloyat elektr tarmoqlari. Qolaversa, mana shu yerda mana shunchalik mehnat qilishib, jonbozlik ko'rsatayotgan shu yigitlarimizga hammalarimiz nomimizdan katta rahmat aytamiz. Aholi va ulgurji iste'molchilarga sifatli va muntazam elektr energiyasi yetkazib berish borasidagi amaliy harakatlar yil davomida davom ettiriladi. Maqsad esa har bir xonadon, har bir tadbirkorlik subyekti barqaror elektr ta'minotiga ega bo'lishidir. Mamlakatimizda bolalarni maktabgacha ta'lim tizimiga qamrovini oshirish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Bugun zamonaviy bolalar bog'chalarining nafaqat viloyat markazlarida, balki chekka va olis hududlarda ham qad rostlayotgani quvonarli. Ammo bu borada e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan ayrim jihatlar borki, odamni biroz o'yga toldiradi. Navbatdagi lavhada shu haqida fikr yuritiladi.
Bugungi kunda 2017-yilga nisbatan mamlakatimizdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 5211 dan qariyb 29,5 minggacha yetkazilgan bo'lsa, bolalarni maktabgacha ta'lim qamrovi 2,5 barobarga oshib 72% ga yetdi. Bu juda quvonarli natija. Boisi ushbu raqamlar ortida jajjigina bolajonlarning dastlabki ta'lim tarbiyasi, dunyoqarashining shakllanishi aks etadi. Biroq har bir ota-onani o'ylantirib qo'yadigan holatlar borki, u amalga oshirilayotgan barcha ijobiy o'zgarishlarga soya solayotgandek go'yo. Ijtimoiy tarmoqlarda ahyon-ahyonda bo'lsa-da, qaysidir maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi tomonidan bolalarni kaltaklanganligi haqidagi video materiallar tarqalmoqda. O'zini himoya qilishga kuchi yetmaydigan, ojiz holdagi va hatto nima uchun aynan unga bunday zo'ravonlik qilinayotganligini anglay olmayotgan bolalarga kuchi yetayotganlar o'zi kim va ular nega bunchalik yovuzlikka bordilar? Ayrim yosh pedagoglarni yoki yordamchi tarbiyachilarni bolalar bilan ishlash malakasi yo'qligi, oiladagi muammolar, moddiy yetishmovchiliklar sababli ham o'sha narsani muassasaga kelganda tushunmagan holatda shu bolalardan qasd olish masalalari, shunaqa zo'ravonlik holatlari kelib chiqadi. Bundaqa holatdagi xodimni bolalar bilan ishlashga yo'l qo'ymasligimiz kerak deb o'ylayman. Chunki bu juda ham ayanchli holat. Bolalarning fikrini shakllantirish davrida ularning ta'lim va tarbiyasiga mas'ul bo'lgan mutaxassislarni ishga olishning tartiblari qanday? Tarbiyachi vazifasida mehnat qilish uchun hech bo'lmasa minimal talablar mavjudmi? Umuman, sohaga kirib kelayotgan yosh kadrlarning salohiyati qay mezonlar bilan o'lchanadi? Tarbiyachilarni ishga olishda ularning kasbiy tayyorgarligi, ya'ni diplomining mavjudligiga e'tiborga olinadi hamda o'sha maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining suhbatiga asosan ishga olinadi. Endi suhbat jarayonida agar tajribali rahbar bo'lsa, psixologik holatini, boshqa qanaqangidir bir negativ holatlarini hisobga olishi mumkin. Lekin u narsa uchun alohida bir tamoyillar, alohida bir shablon yoki alohida bir ko'rsatma yo'q. O'z sohasining minglab fidoyilari mehnat qilayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ruhiy emotsional holati kasbiy talablarga javob bermaydiganlar ham oz bo'lsa-da uchrab turadi. Bu nomutanosiblikning oldini olish, tarbiyachi lavozimiga ayni shu nomga munosib kishilarni jalb etish uchun nimalar qilish kerak? Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tomonidan so'rovnoma o'tkazildi. Bizning Namangan shahridan ham 400 dan ortiq tarbiyachilar ushbu so'rovnomada qatnashishdi. Buni asosiy maqsadi bugungi kunda tarbiyachilarning psixologik, emotsional holatlarini aniqlash. O'ylaymizki, kelajakda uslubiy qo'llanmalar yaratiladi hamda biz ushbu uslubiy qo'llanmalar orqali tarbiyachilarimizni kasbiy rivojlanishi hamda emotsional holatlarini barqarorlashtirish uchun bizga katta bir yordam bo'ladi degan umiddamiz. Dunyoga beg'ubor ko'zlar bilan boqib, barchadan birdek ezgulik kutayotgan murg'ay qalb egalarining ishonchini qozonish, ularga chin ma'noda tarbiyachi bo'lish uchun o'z kasbini e'zozlaydigan sabr va matonatli mutaxassislar kerak. Eng birinchisi bolalarga sabr va mehr ko'rsatish kerak. Sabrli bo'lsa tarbiyachi, mehr bersa, bola o'sha tarbiyachiga juda ham tez o'rganadi. Mehr bera olmasangiz bola o'rganmaydi. Maktabga ketguncha ham o'rganmaydi. Chunki har bir bolani har xil oiladan qabul qilamizda, chunki ularning individual xarakterlari bor. Ularga individual yondashish kerak. Bittasi bir narsani yaxshi ko'rsa, ikkinchisi boshqa narsani yaxshi ko'radi. Urib, so'kib tarbiyalab bo'lmaydi bolani. Unga tajriba ko'nikma bo'lish kerak. Bolalarni sevish kerak. Eng avvalo seva bilish kerak. Bolalarni sevsangiz, hammasi normada ketadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va hamyurtlarimizning haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan holat yuzasidan Ichki ishlar organlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi 2-qismi bilan ish qo'zg'atilib, zo'ravon tarbiyachi javobgarlikka tortilgani ma'lum qilindi. Bu kabi voqealiklarga tezkor va tegishli huquqiy choralar ko'rilishi kelgusida shunday salbiy vaziyatlar yuzaga kelmasligiga zamin yaratadi. Bola ko'nglidek nozik va hammani birdek do'st deb biluvchi ishonchni poymol etmaylik. Bolalarni urmang odamlar. Ijtimoiy sohada faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning mehnatini qadrlash, ularning kasbiy mahoratlarini oshirishga qaratilayotgan eng faol ijtimoiy xodim ko'rik tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Mazkur tanlovda hududlardan saralab olingan eng faol ijtimoiy xodimlar ishtirok etib,
o'z bilim va tajribalari bilan o'zaro bellashdilar. Tanlov jarayonlari bir necha shartlar asosida tashkil etilib, ishtirokchilarning kasbiy salohiyati har tomonlama sinovdan o'tkazildi. Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, aholining ehtiyojmand qatlamiga moddiy va ma'naviy ko'mak ko'rsatish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, vaziyati og'ir fuqarolarga g'amxo'rlik qilish maqsadida Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etildi. Agentlik tomonidan respublikadagi har bir mahallada ijtimoiy xodimlar faoliyati yo'lga qo'yilib, hayotning turli murakkab vaziyatlariga tushib qolgan kishilarning ahvoli yaxshilanishiga erishilmoqda. Ijtimoiy xodimlarning hududlarda olib borayotgan ish jarayonlarini munosib baholash, kasbiy malakalarini yanada oshirish hamda rag'batlantirish maqsadida har yili eng faol ijtimoiy xodim ko'rik tanlovi o'tkazib kelinmoqda. Namangan shahridagi Inson ijtimoiy xizmatlar markazida ushbu tanlovning viloyat bosqichi o'tkazildi. Eng faol ijtimoiy xodim ko'rik tanlovi mana 3-yil bu yil 3 yildan beri o'tkazib kelinyapti. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad ijtimoiy xodimlar tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar va oilalarga, fuqarolarga ko'rsatilayotgan yordamlarni viloyat, respublika darajasida ko'rsatib bera olish va ijtimoiy xodimlarning ishlarini boshqa viloyat yoki tumanlarda jamiki ijtimoiy xodimlar ichidan ommalashtirishdan iborat. Ko'rik tanlovda qatnashish istagini bildirgan 752 nafar xodimning ilm va tajribalari 2 bosqichda sinovdan o'tkazildi. Birinchi bosqichda ishtirokchilarning sohaga doir bilimlari test savollari orqali aniqlandi. Natijasida oyog'i kuygan, singan qarchi suyaklar Keyingi bosqichda esa qatnashchining ijtimoiy loyihasi va bu borada amalga oshirilgan ishlari belgilangan mezonlar asosida ko'rib chiqildi. Bugungi ko'rik tanlovida taqdimotiga o'zimni eng yaxshi keslarimdan birini taqdim qildim. Bunda bu fuqaroyim xonadoniga kirganimda avvalo nogironlik belgilash kerakligi, muhtojligini aniqladim. Jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan, lekin bu jarohati bitmasligi oqibatida bu fuqaroyimizga homiylik asosida jarrohlik amaliyotini o'tkazishiga ko'maklashdik. Bundan tashqari qish mavsumi uchun kommunal xarajatlari hamda Ramazon oyida yordam tariqasida bir martalik moddiy yordamlar ko'rsatildi. Insonlarga yaxshilik ulashish, mehr va e'tibor ko'rsatish jamiyatning ma'naviy kuchini belgilaydi. Ijtimoiy xodimlar esa aynan shunday vazifani ado etadilar. 3 kun davomida o'tkaziladigan tanlovda eng munosib nomzod respublika bosqichiga yo'llanmaga ega bo'ladi. Yurtimizda yoshlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish, ularning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash, ta'lim jarayonlarida zamonaviy yondashuvlar orqali ularning tashabbuskorligi va ijodkorligini qo'llab-quvvatlashga alohida ahamiyat berilgan. Buning amaliy natijasi o'laroq maktab o'quvchilari bizga keraksiz hisoblangan buyumlardan hozirda go'zal san'at asarlari yaratmoqdalar. Iste'dod va joziba uyg'unligidagi ushbu ko'rgazmalar maktab o'quvchilari tomonidan yaratilgan. Uychi tumanidagi 16-umumta'lim maktabda tashkil etilgan landshaft dizayn to'garagida yoshlar ekzotik bog'larning landshaft dizayni nusxalari ustida mohirlik bilan ishlamoqdalar. Landshaft dizayn to'garagiga 1 yildan beri qatnashaman. Ustozimiz bilan birga o'zim har xil ideyalarni yaratib, 10 dan ortiq landshaft dizayn yaratganmiz. Ajoyib favvora uchun poklardan, dekorativ gullardan, keramzit toshlardan, rangli toshlardan foydalandik. Hovuchida aylanib turishi uchun motorchani o'rnatdik. Buni yasash uchun 2 kun vaqt ketadi, faqat ranglar qurish sababli ozgina vaqtni oladi. Oddiy toshlar, penoplast parchalari hamda bizga arzimasdek tuyulgan narsalarga mohir qo'llar qayta hayot bag'ishlayotgandek go'yo. Har bir yaratiqda inson tasavvuriga hamohang tabiatning betakror jilosi, o'ziga xos nafisligi mujassam. 15 dan ziyod o'quvchilarimiz shu to'garagimda a'zo sifatida qatnashib kelishmoqda. O'quvchilarimiz bilan birga 50-60 dan ziyod ijodiy ishlarimizni tayyorlab, maktab va bog'chalarga, hattoki hozirgi vaqtda biznes reja sifatida ham foydalanib taqdim etdik. To'garakni tashkil etishimizdan asosiy maqsadimiz o'quvchi yoshlarda kasb-hunarga yo'llash masalalarini takomillashtirish hamda tabiat va ekologiyaga bo'lgan mehr va muhabbatlarni uyg'otishdan iboratdir. To'garak qatnashchilari 2025-yilda o'tkazilgan Barkamol avlod bolalari festivalida munosib ishtirok etgan hamda turizm va ekologiya yo'nalishining landshaft dizayn ko'rik tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritganlar. Ular hozirda ham yangi g'oya va maqsadlar sari ildam odimlamoqdalar. Yoshlar shijoati va iqtidoriga e'tibor qaratilgan joyda ijobiy natijalar bo'y ko'rsatishi aniq.
Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan reportaj va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Oldinda ob-havo ma'lumotlari bilan tanishishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashni unutmang. O'zingizni asrang, bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.